Assalamu alaykum Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgünde hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Xitay təcavüzçiləri 65 yaşlıq mal doktoru Xalit Mahmudni 7 yillik qamoq cəzasına hökm qılğan. Amerika Xitayning məcburi əmgəkə selish qılmışıga çetishliq bo'lgan mingdan ortiq quyosh energiyasini ishlab chiqarishda ehtiyojli moddalarning to'shilishini to'xtatgan. Tajovuzchi Xitoy kotibashi Xi Jinping askarlarga tayyorlanish amrini bergan. Alma markalik telefon namoyishlarda qo'llanilgandan keyin Xitoyda AirDrop cheklangan. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Xitoy tajovuzchilari 65 yoshli mal doktori Xalit Mahmudni 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Tunji pochta to'rining 10 noyabrdagi xabariga qaraganda 65 yoshli mal doktori Xalit Mahmud 2014-yili Elishqa vaqasida yaralangan bir Uyg'ur erning badanidan o'qni ilib deb davolaganligi. Badanining kesilishining oldini olganlik uchun garchi Elishqa vaqasi bilan qilchimi munosabati bo'lmagandimi, bo'lgunchilik va jinoyatga o'rtoq bo'lish jinoyati bilan 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Rasmiy xotirlarga qaraganda, uning jazo muddatining boshlanish vaqti 2014-yili 7-oyning 31-kuni bo'lib, 2014-yili 11-oyning 19-kuni rasmiy nazarband qilingan. 2015-yili 6-oyning 4-kuni u 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilinib, Xinjiang turmasiga yetkazilgan. Tajovuzchi Xitoy kotibashi Xi Jinping askarlarga tayyorlanish amrini bergan. Global xabarlarning 10 noyabr axşam xabariga asoslanganda, Xi Jinpingning aytishicha, Xitoy vaziyati kundan-kunga aniqsiz, turaqsizlashib ketgachga Xitoy urushga tayyorlanishi kerak ekan. Xi Jinping Beijingdagi Xitoy Markaziy harbiy kengashining birlashma mashg'ulot qo'mondonlik markazini ziyorat qilgan. Xitoyning vaziyatining kundan-kunga aniqsiz, turaqsizlashib ketayotganligidan ogohlantirgan. Xitoy askarlaridan urushga tayyor turishni, harbiy to'qinish bo'lib qolsa, g'alaba qilish qobiliyatini hozirlashni talab qilgan. Xi Jinping Xitoy davlat kotibaşlarının 2 muddat vazifa o'tash huquqiga ega bo'lgan qonuniga 2018-yili tuzatish kirgizgandan keyin raqibsiz boshlamchilik o'rnini kuchaytgan. Oldingi oyda chaqirilgan Kommunistik partiya qurultayida 3-qitimliq vazifa o'tash muddatini kapolatga ega qilgan. Tashqi siyosat va davlat mudofaasida Xitoyning texnik kuchlanishini va'da qilgan Xi Jinping urush qilish orqali Tayvan orolini qo'shib olishni ta'kidlagan. Amerika Xitoyning məcburi əmgəkə selish qılmışıga çetishliq bo'lgan mingdan ortiq quyosh energiyasini ishlab chiqarishda ehtiyojli moddalarning to'shilishini to'xtatgan. Davlat pochtasi xabar to'rining 10 noyabrdagi xabariga qaraganda, Federatsiya tamojna xodimlarining aytishicha, 6-oyda Uyg'ur məcburi əmgəkining oldini olish qonuni yo'lga qo'yilgandan keyin mingdan ortiq 100 millionlarcha dollar qimmatidagi quyosh energiyasi birlashma zapchaslari Amerika portida yig'ilib, to'lanib qolgan. Amerika Tamojna va chegara mudofaasi 21 iyun bilan 25 oktyabr oralig'ida 1053 dona quyosh energiyasi uskunalarini qo'lga tushirgan va bularning hech biri qo'yib etilmagan. Organ savdo maxfiyatligini qo'g'daydigan Federatsiya qonuniga asoslanganda, ishlab chiqaruvchilar quyosh uskunalarining miqdori to'g'risidagi tafsilotlarni oshkorlamaydi ekan. Ahvoldan xabari bor 3 kasb manbasining Reuters agentligiga aytishicha, tutib qilingan mahsulotlar quyosh energiyasi ishlab chiqarishda ehtiyojli bo'lgan taxta va ko'p qutbli kirminini o'z ichiga oladi ekan. Buni ishlab chiqaradigan zavodlar Longi Yeshil energiya ishlab chiqarish shirkati, China quyosh energiyasi cheklik shirkati, Jinko quyosh energiyasi holdingi va texnik cheklik shirkati bo'lib, bu shirkatlar aslida Amerikani 3/1 quyosh energiya taxtasi bilan ta'minlaydi ekan. Shirkatlar qo'shimcha yuklarning tutib qilinishidan ansirab, Amerikaga yangi to'shishni to'xtatgan. Alma markalik telefon namoyishlarda qo'llanilgandan keyin Xitoyda AirDrop cheklangan. Bloombergning bildirishicha, Alma markalik telefon Xitoyga qarshi namoyishlarni ham bayirlaganlik uchun Xitoydagi abonelar orasida AirDrop simsiz hujjatdan o'rtoq bahiylanishga vaqt cheklamasi qo'ygan. AirDropdagi har kim tanlashi Xitoydagi qo'llanuvchilar uchun 10 minutlik bir ko'znak bilan cheklangan. 10 minut o'tgandan keyin AirDropning uskunadan uskunaga ham bahiylashi faqat aloqalashishga o'zgaradi. Natunish kishilarga mazmunlarni tarqatish tezki to'xtaydi.
Bu yangi vaqt cheklamasi Alma tarafidan Xi Jinpingga qarshi e'lonlarni tarqatish uchun qo'llangandan bir necha hafta o'tgandan keyin tunutilgan. Bu cheklamalarning Xitoyda sotib olgan iPhone'lar bilan cheklanganligi bayqalgan. Bloomberg o'zining dokladida xotirlaganidek, AirDrop hamisha Xitoyning tordagi qattiq tekshirib cheklashini cho'rdigan yutuq sifatida ishlatilgan. Alma shirkati ilgari Xitoy hukumatini rozi qilishni maqsad qilgan o'zgarishlarni yo'lga qo'yganlik uchun tanqidlangan. Alma shirkati AirDrop cheklamasining faqat Xitoydalar nima uchun yo'lga qo'yilganligini tilga olmadi. Bizning xor bo'lishimiz va irqiy qirg'inchilikqa uchrashimizning asosli sababi bizning junguliq bo'lmasligimizdir. Biz hech qachon junguliq emas. Bizning vatanimizni Xitoy tajovuzchilari besib olgan. Biz hayotli qolsak, bir kuni bu haqiqat oshkorlanib ketadi. Shunga Xitoy tajovuzchilari bizni tezdan yo'q qilishni planlagan. Shuning uchun biz bu haqiqatni xalqaroga ochiq va qat'iy ravishda tushuntirishimiz lozim. Xitoy tajovuzchilari bu haqiqatni xalqaroga ta'til tushuntirib, Sharq Turkistonni Xinjiang deb atayotdi. Xalqaroni Sharq Turkistonni Xitoyning bir parchasi deb aldayotdi. Xalqarama aldinib buni Xitoyning ichki ishi ekan deb o'ylab qolyotdi va aralasha olmayotdi. Aralashganlarmi tajovuzchilikqa va ishg'oliyatga qarshi turish nuqtasidan emas, inson haqlari dafsanchiliklari nuqtasidan aralashyotdi. Ammo Xitoy bunimi e'tirof qilmay, yanala bizni terrorchi, bölgünçi va diniy oshqun qalpoqlari bilan qaralayotdi. Shuning uchun biz Xitoyning tajovuzchi ekanligini, Sharq Turkiston xalqining Junxo millati emasligini, vatanimizning Xinjiang emas, Sharq Turkiston ekanligini, bizning da'voyimizning kishilik huquq masalasida emas, balki tajovuzchilikqa qarshi kurash ekanligini, vatanimizning mustaqilligini asliga keltirmay turib, insoniy huquqlarimizning kapolatga ega bo'la olmaydiganligini va bizning yo'q qilinishimizga yo'l qo'yilsa, Xitoyning butun dunyoga baloyi ofat bo'lganligini tushuntirishimiz lozim. Buni qilish uchun sirtdagi butun Sharq Turkiston xalqi safarbar bo'lishimiz lozim va bu nuqtani xalqaroga mushu shaklda tushuntirish orqali ham o'zimizga, ham xalqaroga yordam qilishimiz lozim. Bu ishni siyosiy bidiklarga qo'yib bersak bo'lmaydi, chunki ular biz uchun emas, o'z manfaati uchun ishlaydi. Vatan masalasini bidiklarga tashlab qo'yish vatanga va millatga xoinlik hisoblanadi. Abturi Sharq Turkiston surgundi hukumatining muavin prezidenti Abdulahad Nur. Hörmətli görürmənlər, bizga vaqt ayırğanlar üçün köp rəhmət. Kelar qitimki programmamız görüşkücə Allah'a amanet bolğaysızlar.